Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar akalar, ushbu dasturimizni bosh oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat reklama xizmati deb qo'yilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Akalar, qilayotgan mehnatimizni esa baholash uchun bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikani nomini yozib qoldiring. Biz esa ushbu dasturimizni uzoq cho'zmagan holatda boshladik. Birinchi sotuvga qo'yilgan texnikamiz akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan traktor misrochi sotiladi. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada deb aytib o'tmoqdalar. Texnikamizning holati zo'r. Ushbu texnikamiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Traktorimiz esa Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida ekan. Marhamat, texnikamiz agarda sizlarga qiziq bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Texnikamizning motorida ishi bor. Sirkulyatsiyasini to'g'irlash kerak deb aytib o'tmoqdalar. Narxi esa 17 million so'm, manzil Samarqandda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa akalar, agarda sizlarga press-pad bo'shliqlar kerak bo'lsa, marhamat mana shu akamizga bog'lansangiz, akamizda har xil turdagi press-pad bo'shliqlar mavjud. Ushbu akamizning press-pad bo'shliqlari 13 ming dollardan 18 ming dollargacha bor deb aytib o'tmoqdalar. Hamma press-pad bo'shliqlarining holati zo'r, holati Koreyadan keltirib, O'zbekistonda hali ishlamagan deb aytib o'tmoqdalar. Press-pad bo'shliqlari esa 2016-yil. Narxini esa 13 mingdan 18 ming dollargacha deyishmoqda. Manzil Qo'qonda. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizga bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa arzon press-pad bo'shliq izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu press-pad bo'shliqimiz sizlar uchun akalar. Press-pad bo'shliqimizning holati zo'r holatda ishlab turibdi deb aytib o'tmoqdalar. Hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q, bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Ushbu press-pad bo'shliqimiz juda ham srochni pul zarurligi uchun sotilmoqda. Press-pad bo'shliqimizning narxini esa 48 million so'm so'rashmoqda. Manzil Farg'onada. Ushbu press-pad bo'shliqimiz sizlarga qiziq bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Eslatib o'tamiz akalar, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ertangi dasturlarimizni ham o'tkazib yuboray ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda siz qidirayotgan texnikalar chiqmayotgan bo'lsa, nomini kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi dasturlarimizda siz so'ragan texnikalarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa New Holland TL100 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz komplekt holatda sotuvga qo'yilgan. Motori avtobus motori emas deb aytib o'tmoqdalar. Germanskiy motor, hamma joy soz holatda, aylanma plug, chisel dilnabozlari bilan komplekt holatda 200 million so'm, manzil Farg'onada. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80X traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holatini ko'rib turganingizda soz holatda turibdi, ishlab yurgan texnika. Bemalol olib haydashingiz mumkin. Ushbu traktorimizning hamma yeri ishlab turibdi. Garantiyasi bor deb aytib o'tmoqdalar. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari bilan bog'lanib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Texnikamizning narxi esa 12 ming dollar, manzil Samarqandda. Eslatib o'tamiz, agarda sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama xizmati deb o'zimizning raqamlarimiz qo'yganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa TTZ 80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kam ishlagan texnika deb aytib o'tmoqdalar. Hamma joy radnoy holatda, hujjatlari ham joyida. Traktorimizning narxi esa 5 ming dollar, yana kami bor. Ushbu texnikamiz Toshkentda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Eslatib o'tamiz, kommentariyada Telegram kanalimizda ssilkasini qoldirganmiz. O'sha Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerda ham har kunlik zo'r texnikalarni tashlab boramiz, bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Traktorimizning dokumentlari bor deb aytib o'tmoqdalar. Texnikamizning holati yaxshi holatda, hamma yeri soz holatda ishlab turibdi. Bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Texnikamizning narxi esa 60 million so'm, manzil Andijonda. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Arion 630 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r holatda, ishga tayyor holatda kelib ko'ringlar deb aytib o'tmoqdalar. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirib ko'rib sotib olasiz akalar. Ushbu texnikamizga esa 35 ming dollar so'rashmoqda, yana kami bor. Texnikamiz esa Namanganda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, egasining raqami ekranda turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz kimda kim pritsep izlab yurgan bo'lsalar akalar, mana shu texnikalarimiz hammasi komplekt holatda sotiladi. Pritsep, chisel, baranalar qo'shib sotuvga qo'yilgan komplekt holatda narxini kelishtirib beraman deb aytib o'tishmoqdalar. Hamma agregat va pritseplarimizning holati ideal darajada deyishmoqda. Narxi esa $2,500 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikalarimizning hammasi Toshkentda turibdi. Marhamat akamiz, agarda sizlarga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz komplekt holatda sotiladi. Texnikaning holati nahadu, motor korobkalari, zadniy mostlar original, zapchastlari hammasi zo'r holatda turibdi. Agregatlari ham bor, selka, turetskiy, chisel, ochar, kultivator hamma narsalar bor akalar. Komplekt holatdagi narxi esa $20,000 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz ham Toshkentda turibdi. Traktorimiz qiziq bo'lsa, albatta akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari bilan qolgan ma'lumotlarni ham gaplashib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa kir sotuvga qo'yilgan akalar. Mana shu ekranda ko'rib turgan kirimiz sotiladi. Texnikamizni yangi olingan deb aytib o'tishmoqdalar. Holati zo'r, holatda xarajati yo'q. Ko'p ishlamagan ushbu texnikamizning tishlari yangi 28 ta deb aytib o'tishmoqdalar. Balonlari ham yangi holatda. Narxini esa 30 million so'm so'rashmoqda. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz esa Samarqand viloyatida. Texnikamiz agarda sizlarga qiziq bo'lsa, akamiz raqamlar ekranda qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ertangi dasturlarimiz ham o'tkazib yuboray ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana bir navbatdagi sotiladigan teleshkamizni obzorni qilib o'taman akalar. Ushbu teleshkamizning holati zo'r holati deb aytib o'tishmoqdalar. Hamma ishlab turibdi, dokumentlari ham, ramalari ham, hamma narsasi polik, butun. O'ziniki balonlari ham 3 tasi zo'r holatda, setkalari ham bor ekan. Ushbu pritsepimizni sotib olmoqchi bo'lsangiz, akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari qolgan ma'lumotlarni ham aytib o'tishadi. Pritsepimizning suyagi butun, narxi 20 million so'm, manzil Samarqandda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Class Axos 340 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning ma'lumotini aytib o'taman. Texnikamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani 5550 motorchasi ishlagan ekan. Holati a'lo darajada. Murojaat uchun raqamlarni qoldirganmiz, akamizga qo'ng'iroq qiling, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Narxini esa 550 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz esa Xorazmda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizning ssilkasini qo'yganmiz, o'tib qo'yishni unutmang. O'sha ssilkani ustiga bosib Telegram kanalimizga qo'shilib olsangiz, u yerga ham har kunlik sotiladigan texnikalarni tashlab boramiz, zo'rlarni ko'rib borishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus 920 sotiladi. Akalar, ushbu traktorimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Hech qayeri ochilmagan, radnoy holatda turibdi, balonlari ham radnoy holatda turibdi. Turbochka, kompressor, zavodskoy, bu hamma yerda ishlab turgan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Ishga tayyor, xarajati yo'q texnika. Faqatgina traktorning o'zi, qo'shimcha jihozlari yo'q. Narxi esa 215 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Samarqandda. Ushbu texnikamiz sizlarga qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qiling, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz akalar. Ertangi dasturimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.